Men Rahima Intizor, Data xalqaro maktabining karate murabbiysiman. Shu sohada 20 yildan buyon shug'ullanaman. O'zbekiston chempioni, O'zbekiston kubogi, Markaziy Osiyo chempioniman. Data xalqaro maktabida 1 yildan buyon erishgan yutuqlarimiz Qashqadaryo, Andijon, Buxoroda bo'lib o'tgan O'zbekiston chempionatida faxriy birinchi o'rinlarni olib kelmoqdamiz. Ulardan Narimanov Shohjahon va Shokirov Shamshodlar birinchi o'rinni olib kelishmoqda. Bolada karate xarakterni shakllantirish uchun kerak. Xarakter shakllanmasa, bola sportda yaxshi natijaga erisha olmaydi. Irodani shakllantiradi, o'ziga bo'lgan ishonchini kuchaytirib beradi. Data xalqaro maktabida karateni kata va kumite yo'nalishlarida bolaga trenirovka o'taman. Hozirda shogirdlarimiz shu katada ham, kumiteda ham yaxshi natijalarga erishib kelmoqda. Data xalqaro maktabiga kelgan paytim o'quvchilar o'yinqaroq edi. Hozir intizomli, qat'iyatli va o'z xarakteriga ega bolalar shakllanib chiqdi. Kuchli sportchi kuchli xarakterga ega bo'lishi kerak. Farzandingizni ham kuchli xarakterga ega bo'lishini xohlasangiz, Data xalqaro maktabiga keling.